Kompot breyk. Narsa a'lo darajada gap bo'lishi mumkin. 38 yil ishida ekan shu kompaniyada. Assalomu alaykum, hurmatli Mr. Devlon kanali muxlislari. Bugun mana Bobcat seminar treningini birinchi kuni va hozirda Backloader B730 haqida dars o'tdik. Mr. Olivier dars o'tdilar. Hozirda mana dars jarayoni tugadi. Coffee break, ya'ni tanaffus payti, ya'ni kofe va choy ichadigan payti. Shuning uchun hozir mana bir-birimiz bilan suhbatlashyapmiz. Rasulga qalay darslar qalay o'tyapti? Kompot breyk. Darsa a'lo darajada gap bo'lishi mumkin. Bobcat kompaniyasiga rahmat. Yangi o'zingiz uchun yangi narsalar oldingizmi yo'q? Ha, ko'p narsa oldik. Ko'p narsa oldik yangi. O'qituvchi, ya'ni dars olib borayotgan janob Mr. Olivier to'g'risida nima deya olasiz? 38 yil ishida ekan shu kompaniyada. O'z ishini yaxshi ko'radi, sevadigan odam. Doskonaline hamma narsani tushuntiradi. Ko'rib turibsizlar o'rtoqlar, Bobcat kompaniyasining B730 ekskavator pogrushik modeli. Ya'ni ikkitasi birda. Hozir imkon qadar salonlarini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Ancha zamonaviy ishlangan Bobcat kompaniyasidan rullari, konditsioner pechka, orqa tomonda ekskavator uchun va displeylari ko'rishingiz mumkin. Bobcat B730 strela qismi, ya'ni ekskavator qismining strelasi va kovushi, 0.2 kubalik kovushi ko'rib turibsizlar. Kabinasini ko'rsatdim va oldi tarafidagi kovushi, ya'ni chilishnoy deydi, ya'ni ochiladi. Mana bu tarafida kovushi tepaga va pastki qismi qoladi, chilishnoy bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin.